Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hazır Yaxşılar Bağısı namlı kitap huzurunlarda. Bu kitapni tercüme şerhini işləyicilər Muhammed Salih, Damullam ve Nazire Muhammed Salih. Hadis bizge neme deydi? Bismillah deb kitabni açqınızda ko'z o'ngingizda hadislar xazinasining to'ridan o'rin olgan go'har nayablar julolanib turdi. Ularda mujassamlashgan iymon daraxidan shoxlanib chiqqan rangarang ma'nolar aql ko'zingizni nurlantirdi. Kitobni mutolaa qilib, hadislar qaynimida uzgan sari zehningiz ochilib, qalbingiz yo'rib, hidoyat konidan texmi ko'p javohiratlar qazongingiz keladi. Sizga to'g'ri tunish, pak, yorqin tuyg'u baxsh etgan, xo'sh hitlari bilan vujudingizni muattar qilib etgan bu bog'cha yaxshilar bog'chisi, ya'ni Riyodus Solihindir. Yaxshilar bog'chisi hadis kitoblari ichida manbasi sog'lom, mazmuni rangdor, hamma e'tirof qilgan asar bo'lish sifati bilan maydonga kelgandan to hozirgacha ahli islom tarafidan qizg'in olqishlanib kelmoqda. Bu kitob Qur'on Karimdan qolsalar tarqalish doirasi eng keng bo'lib, tavarruk kitob sifatida musulmonlar jamoasining qalb to'ridan o'rin olib keldi. Kitobda 2000 ga yaqin hadis berilgan bo'lib, ularni nufuzli hadisshunos Imom Navaviy ishonchlik sahih hadis manbalaridan o'tkir qalmi bilan zarkanlardan qizilingan sap oltindek tanlab olgan. Imom Navaviy hadislarni tanlashda Kutubi Sitta yoki Suhaha Sitta deb atalgan Sahihul Buxoriy, Sahihul Muslim, Sunan Abu Davud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah qatorliq mashhur hadis kitoblarini asos qilgan. Kitob 372 bobga bo'lingan. Har bir bobga ayrim mavzu qo'yilgan. Oldi bilan munosabatlik oyatlar keltirilib, ondan hadislar berilgan. Bu hol kitobning foydalanish unumdorligini texmi yuqori ko'targan. Qur'on Karim oyatlari bilan Qur'on Karim oyatlari, hadislar bilan hadislarning, Qur'on Karim oyatlari bilan hadislarning munosabati zich bo'lib, bir-biriga ching bog'langan. Ularning ba'zini izohlaydi, yechib beradi, bir-birini to'liqlaydi. Birida umumiy reşit qilingan ma'no, yana birida tafsiliy bayon qilinadi. Birida tushunish qiyin tuyulgan mazmun, yana birida tushunishlik bo'lib keladi. Ko'z o'ngimizda jilolangan lafzi ixcham, mazmuni teran hadislar tilning go'zalligi, fikrning cho'nqurligi bilan kishini o'ziga mahliyo qilib oladi. Durri javohiratlardek yaltirab turgan esil mazmunlar yurakni titratib, dillarni hayajonga cho'mdiradi. O'qigan sari qalbimiz yo'rib, bardamligimiz oshadi. Hayotning cho'ng kichik ko'ngilsizliklari orasida yuragi yaproqdek titrab, qamg'oqdek uchib yurgan inson iymon bilan mangulik yiltizini topadi. Nijotlik yo'li izlayotgan insonga buningdan ortiq to'g'ri yo'l va baxt bormi? Har bir hadisning oxirida shu hadisning qaysi hadis kitobidan ilinganligi eskartilgan. Faqat Uyg'ur kitobxonlarining foydalanish unumdorligini yuqori ko'tarish uchun Rasulullohning so'zlarining matni, arabcha tekstini berdim. Hadislar oxiriga hadisning muhim nuqtalari mavzusi ostida hadislarning sharhi berildi. Hadislarning sharhi bilan qo'shilib kelishi arab ilm sohasida burunli umumlashgan bo'lib, Uyg'urlar din tadqiqotidagi tunji qadam hisoblanadi. Qarindoshlarimizning saviyasidagi farq tufaylidan hadisni asli ruhi bo'yicha tushunish uchun jazman hadislarning sharhisiga murojaat qilmay bo'lmaydi. Payg'ambar alayhissalomning so'zlari fasohat, balog'atning eng yuksak pallasida turadi. Alloh taolo Rasulullohga ixcham iboralar bilan cho'nqur ma'nolarni ifodalaydigan balog'at ato qilgan edi. Hadisning sharhisi hadisdagi mushkullarni yechib beradi. Cho'nqur ma'nolarni tafsiliy, ommabop tushunishli qilib beradi. Shunga hadisning sharhisi o'qirmanlarning bilish, tushunish cho'nqurligi va shar'iy ahkomlarni aniq bilib olishida cho'ng rol o'ynaydi. Masalan, kitobdagi do'zax havoyi havas bilan o'ralgan, jannat kishining nafsi yoqtirmaydigan narsa bilan o'ralgan. Qiyomat kuni muazzinlarning, ya'ni azan aytqochlarning bo'ylari eng uzun bo'ladi degan hadislardan har bir o'qirmanning hosil qilgan tushunchasi farqli bo'ladi. Endi ularning keyingi berilgan sharhlarini o'qib boqaylik. Birinchi hadisning sharhi
İmam Qurtubi mundaq deydi. Bu hadis Arab tilining eng yuqori fasohat balog'atini o'ziga mujassamlagan. Jannatga insonning Alloh taolo cheklagan, tark etish nafsiga qiyinroq tuyuladigan ishlarni tark etish bilan erishga bo'ladiganligi. Havoyi havasning keyniga kirmay, to'g'ri yo'ldan menish bilan do'zax azobidan qutulib bo'ladiganligini ko'rsatib bergan. Ikkinchi hadisning sharhi. Muazzillarning sharafini va ularning qiyomatdagi martabalarining yuqorligini bayon qilish. Chunki muazzin kishilarni namozga chaqirib, yaxshilikka yetaklaydi. Kimki yaxshilikka yetaklasa, shu yaxshilikni qilguvchilarning savobi buningga yetib boradi. Yuqoridagi sharhlarni o'qigandan keyin o'qirmanlar hadislarni asli ruhiy va mazmuni bo'yicha to'g'ri tushunish imkoniyatiga ega bo'ladi. 80-yillari diniy sohadagilarga ochilgan bilim oshirish kurslarida Qur'on Karim tafsiri, Sahihul Buxoriy, Riyazus Solihin qatorliq kitoblardan dars bergan edim. Riyazus Solihinning hozirgi sharhining ximir turishi ayni chog'da Riyazus Solihin darsida hadislarni izohlash, sharhlash yuzidan bergan tushuntirishlarim asosida shakllangan. Bu qatim hadisni pishiqlab ishlash yuzidan Riyazus Solihinning o'lchamli sharhi Nuzhatul Muttaqinni asos qilib, yapaloq tili bilan ommaviy qilib qayta ishladim. Kitobda bayon qilingan islom dinining aqidalari, namoz, ro'za, zakat, haj qatorliq arkonlari, shariat ahkomlari bilan birga yana ahli islomda bo'lish tegishlik adab axloqqa oid samimiy da'vatlar, oqilona tashabbuslar, dono pand nasihatlar navbaharda ochilgan rangarang chechakdek ko'zimizni qamashtiradi. Albatta, biz zimmamizga yuklangan farz, vojiblarni ado qilish, haromdan saqlanish, ibodat ahkomlarini joyida bajo keltirish bilan birga yana ijtimoiy axloqqa doir hadislarni o'z amaliyatimizga tatbiqlab o'rganishimiz kerak. Kishi o'zidagi illatlarni tuzitib, qalbini tozalab, nafsini poklagandala, ondan dunyo va oxiratning baxtiga erishishining yo'lini topgan bo'ladi. Sog'lom, pok e'tiqodni, durust, go'zal axloqni ul qilmagan ibodat jonsiz bo'lib, samarasiz daraxtga o'xshaydi. Hadis ruhi bo'yicha yengimizda to'g'ri dunyo qarash va axloq qarashini haqiqiy turg'izib, hayotimizni chulg'ib olgan g'aldi-g'ashlardan paklana olsak va axloq o'lchimi, adab mezonlariga har vaqt amal qila olsak, ondan ismi-jismiga loyiq ahli islomdan bo'la olamiz. Butkul hadislar mazmunini bir gavda qilib turib, atrofliq mulohiza qilganimizda tunishimiz cho'nqirlab, ko'nglimizdagi chigish savollarga to'liq javob topiladi. U hayot safarimizda yo'liqqan mushkullarni yengishimizga ma'naviy kuch-quvvat bag'ishlaydi. Hadislarning ruhi vujudimizga singanda qalbimizdagi bo'shliqlar to'ldiriladi. Ruh moddaning, axloq manfaatning qurboni bo'layotgan bugungi kunda hadislarga tatbiqlab turib, shaxsiyatimiz va ijtimoiyatimizni davr qilgan holda axloq kategoriyasiga yotadigan ishlar ustida to'xtalib o'tishni zarur deb qarayman. Ijtimoiy axloq odam bilan odam, odam bilan jamiyat, odam bilan tabiat o'rtasidagi munosabatni tanglashda hal qilg'uch rol o'ynaydi. Go'zal axloq kishilarni yuksak hayotga yetaklaydi. Faylasuflar va jamiyatshunoslarning qarashicha axloq fazilat shaxsning va jamiyatning sog'lom taraqqiy qilishi uchun kam bo'lsa bo'lmaydigan halqiliq omil. Kitobdagi adab axloq va ijtimoiy munosabatga doir hadislarni ko'zdan kechirganda, kitobxonning ko'z o'ngida turmushning hamma sohasini o'z ichiga olgan chin insoniy xislatlarga yetaklaydigan mukammal bir sistema namoyon bo'ladi. Hadis qurlarida go'zal axloq musulmonchilikning muhim belgisi sifatida ta'riflanadi. Qur'on Karimda Alloh taolo Muhammad alayhissalomni haqiqatan buyuk axloq egisan deb Rasulullohning axloq fazilatini alohida madhiylagan. Rasulullohning "Men go'zal axloqlarni kamolatga yetkazish uchun avatildim" degan hadisidan biz Rasulullohning go'zal axloqlarni kamolatga yetkazish uchun o'gitish va umumlashtirishni o'z da'vatida nihoyat muhim o'ringa qo'yganligini bayqaymiz. Rasulullohning "Mu'min odam o'zining go'zal axloqi bilan kunduzi ro'za tutib, kechasi ibodat qilganlarning darajasi ko'tariladi" degan so'zidan go'zal axloqli bo'lishning savobining naqadar kattaligini bilib olamiz. Ichinglardagi kishilarning yaxshilari eng go'zal axloqqa ega bo'lganlardir.
Müminning tarasida chiroyli xuluqdan ig'ir kelgan narsa yo'q degan hadislardan go'zal axloqning müminning imonini o'lchaydigan muhim belgi ekanligini ko'rib olamiz. Shundaq, go'zal axloq samoviy nurdirki, uningsiz hayot, uningsiz jamiyat qorong'u tuyuladi. Axloqsiz turmush qancha bezab ko'rsatilgani bilanmi, baribir zaif, ma'nisizdir. Axloq haqida to'xtalganimizda albatta ota-onasiga yaxshilik qilishni oldi bilan tilga olib o'tishga to'g'ri keladi. Qur'on Karim va hadis shariflarda Allohga sherik keltirishdan qolsa, ota-onani qaqshitish eng cho'ng gunoh ustida bayon qilinadi. Jannat onaning oyoq ostidadir. Allohning nazarida ota-onaga yaxshilik qilish eng sevimli amal hisoblanadi. Bundan qolsa, ba'zi hadislarda urug' tuqqan, yaqin yo'riqlarga yaxshilik qilish ta'kidlanib, rizqim keng bo'lsin yoki umrim uzun bo'lsin degan odam xish aqli bor va yaqinlarga silah-rahim qilsin deyilsa, yana ba'zi hadislarda urug' tuqqanchilik haqqi yuqori pallik ko'tarilib, silah-rahimni uzib qo'ygan odam jannatga kirmaydi. G'alliqi bilan ogohlantiriladi. Mayli musulmon bo'lsin yoki g'ayri musulmon bo'lsin, taqvodor bo'lsin yoki fosiq bo'lsin, do'st bo'lsin yoki dushman bo'lsin, insonga yaxshi muomalada bo'lish, yaxshilik qilish talab qilinadi. Payg'ambar alayhissalom aqam soyasiga ziyon zahmat yetkazishdan o'zini saqlamagan odam kamil mu'min bo'la olmaydi degan so'zni 3 qatim takrorlagan. Hazrati Aisha radhiyallohu anha qo'shnining doirasini bekitib, uyning 4 atrofining har tarafidan 40 oilagacha qo'shni hisoblandi degan. Bizdagi hozirgi qo'shnilarchilikning qanchalik bo'lib atganligi har birimizga ayondir. Allohning kalomi va Rasulullohning hadislarida imoniy va insoniy majburiyatlarni ado qilishning zarurligi hikmatli uslubda bayon qilingan. Nurg'un hadislar kishilar orasidagi insof ishonchni, do'stlik, inoqlikni kuylaydigan, o'zaro qarindoshlarcha muomalada bo'lib, osoyishlikqa undaydigan ideyalarning imonning bir jumlasi ustida o'tirib qo'ydi. Alloh bilan qasamki, sizlar iymon aytmoqcha jannatga kira olmaysizlar. O'zaro do'stlashmoqcha haqiqiy mu'min bo'la olmaysizlar. Kishilarning o'zaro do'stlashishi Allohga iymon aytishdan qolsa, amallarining eng afzalidir degan hadislar shularning jumlasidandir. Kimki qarinishining oisida bo'ladi ekan, Alloh uning oisida bo'ladi. Kimki qarinishiga yordamda bo'ladi ekan, Alloh uningga yordamda bo'ladi. Hojatmanning oishidan chiqqan odamni Alloh qiyomat kunining qo'rqinishidan amin qiladi. Mayli moddiy jihatda bo'lsin yoki ma'naviy jihatda bo'lsin, boshqalarga ojiz tushishdan xoli bo'lg'ili bo'lmaydigan kishilik turmushda bu hadislarning ruhini qancha ixlos bilan o'zlashtirsak, islom diniga bo'lgan tushunchamiz shuncha cho'nqur, atrofliq bo'ladi. E'tiqodimiz chingaydi. Shuning bilan hayot yo'lida bosgan qadamlarimiz shuncha mustahkam bo'ladi. Ijtimoiy kayfiyat, go'zal axloqiy safa, sog'lom madaniyat asosida taraqqiyotimizmi shuncha ravon bo'ladi. İslamning dastlabki chog'laridagi sahobalarning hayot musofasiga nazar solsak, ularning vujudida bir-birining o'tida kuyib, suyida oqadigan haqiqiy qarindoshlikning ulgularini ko'ramiz. Mehr-muhabbat, xolislik, hamkorlik ustunlikni egallagan jamiyatda kishilarning g'am qayg'usi va xushalliqi o'rtaq bo'ladi. Makkadan borgan muhojirlar bilan Madinadagi ansariylarning o'zaro qarindoshligi shu qadar cho'nqur ediki, ansariylar muhojirlarni o'zlaridan chorroq ko'ratdi. Iqtisodiy jihatdan ular sening, mening qilmagan. Ansariylar muhojirlarga uylarini, bog'larini, nimasi bo'lsa shuni tang bo'lib bergan. Do'stlashtirilgan ikki odamning muhojir bilan ansariyning qaysisi o'lsa, ikkinchisi uningga mirosxo'r bo'ladi. Qon qarindoshlari mirosxo'r bo'lmaydi. Ansariylar muhojir qarindoshlari uchun qilgan g'amxo'rliklarini texnik qilishga tegishli bo'lgandan oz deb qaraydi. Mana bu islomiy qarindoshlikning yuqori darajasi. Bu yuksak, oliyjanob qarindoshlik mehr-muhabbatni tushuntirishga qalam ojizlik qiladi. Ular muhtoj turuqliq muhojirlarning manfaatini o'zlarining manfaatidan a'lo biladi degan oyat ana shu ansariylar haqida nozil bo'lgan. Sizlardan har qanday bir kishi o'zi yaxshi ko'rgan narsani qarindoshiga yaxshi ko'rgandila, ondan kamil mu'min hisoblanadi degan hadis. Bugungi kunda
pul hammaga hukmron deydigan iddiyaning turtkisi ostida yamrab ketayotgan chekidan oshgan shaxsiyatchilik dillarimizni qasovatlashtirib ketyapsa, bizdimi nadimi elning manfaati hammadan a'lo deydigan ideya bo'lsin. Hammali ishda pulni, foydani birinchi o'ringa qo'yish xohishi kallamizni chirmab olgan tursa, xolislik, g'arazsizlik, riyosizlikni qandoqmi izchillashtirg'ili bo'lsin? Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: "Mening ummatim tilla bilan tangini cho'ng bilib ketsa, uning qalbidan islomning ayvisi ko'tarilib ketadi." Kishilarning so'rovlarda o'zaro hozir haqda insof yo'q deyishayotganligini doim anglab turamiz. Shaxsiyatchilik va manfaatparastlikning chekdan eshib ketishi bilan oramizdan mehr-muhabbat, insof ko'tarilib ketib bormoqda. Qalbidan diyonat ko'tarilib ketgan odamdan yana nimani kutish mumkin? Yaxshilar bag'isi haqiqatan turlik tuman, rangarang, husni va furqi dilni lol qiladigan hadis gul chechaklarga to'lganki, uningda yana yetim yesir, igichaqsizlarning beshini siylash, musofirlarga, meyiblarga yordam berish, ofatga uchraganlarni qutqizish va moddiy, ma'naviy jihatdan hissashlik qilish, boshqalarning aybini yepish qatorliq o'qib, o'zlashtirib, amal qiladigan, kishini ma'naviy kamolatga yetkazadigan hadislar bayon qilingan. Kimki bir amani 40 qadam yo'lab mansa, uningga jannat tegishlik bo'ladi degan hadisning o'zila oqsoq cho'loq, meyib ojizlarga yaraylik bo'lib, ularni qutqizishning daril itam, daril ijzinlarni ichib, ularni tarbiyalashning naqadar savobli ish ekanligini tushuntirishga yetarlikdir. Güzel axloqi bilan bizning yaxshi ulgimiz bo'lgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam "Men yetimni boqquchi odam bilan jannatda mushundaq yaqin turaman" deb bosh barmoqi bilan ko'rsatkich barmoqining orasini ochib ko'rsatgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yana "Meni oranglardagi ojiz kishilarning ichidan topinglar, chunki sizlarga shu ojiz kishilarning barakatidan rizq beriladi" degan. Kitob betlarini varaqlaydigan bo'lsak, kishini axloqiy yuksaklikka yetaklaydigan nurg'un hadislar ko'zimizga chiriqib turadi. Ammo realligimizga qaraydigan bo'lsak, shu isil targ'ibotlarning e'tiborsiz qilayotganligidan to'liq afsuslanamiz. Meyiblikni pul tilashga dastak qilib yoki egillarining pul tepish vositasi bo'lib tilamchilik qilayotgan ojiz majruhlarning qahriton qish, pishg'irim issiqlarda to'p-tumonga melangan holati yuragimizni etishtiradi. Qur'on Karimdagi yetimni xorlama degan amr Rabboniyga ovoz qo'shib, ularning beshini qanchalik siyliy oldik? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sunnatidan qancha yiroqlashgan sari hammada chekinishga yuz tutamiz. Nihoyat aql ko'zi bilan idrok qiluvchilar uchun chaqnab turgan tong nuridek ro'shan tuyuladigan hadis ma'nolarini zalolat tumanlari ichida tangirqab yurganlar anqirolmay qoladi-da, dunyo va oxiratlik baxtdan quruq qoladi. Qur'on Karim oyatlari va hadislarda xayr ihson qilishning, yaxshilik yo'llariga pul-mol sarf qilishning fazilati so'zlanadi. Sadiqa nomi ostida elib beriladigan bu xosiyatli ishni hamma odam qilishga rag'batlantiriladi. Sadiq so'zining ma'nosi nihoyat keng bo'lib, xayr saxovat ishlarining hammasini o'z ichiga oladi. Gerçi bugungi kunda sadiqa kishilar tarafidan mayli oz bo'lsin, mayli ko'p bo'lsin, namoratlarga iqtisodiy yordam berish deb tushunilayotgan bo'lsa-mu, hadislarda yaxshi ish va yaxshi so'zlarning hammasi sadiqa doirasiga kirgizilgan. Payg'ambar alayhissalom har bir musulmonning halol kasb bilan shug'ullanish orqali o'ziga foyda yetkazishini, sadiqani qilishini, bundoq qilolmasa, yaxshi ishlarni qilib, yomon ishlarning qo'l yig'ishini, buning o'zi uning uchun sadiq o'rnida bo'lganligini aytgan. Payg'ambar alayhissalomning bu so'zida mu'minning qo'lidan kelishicha kishilarga foydali ishlarni qilishi, boshqalarga ziyon zahmat yetkazmaslik kerakligi ta'kidlangan. Yana ba'zi hadislarda kishilarning orasini tuzab, ularni aflashtirishmi sadiqa hisoblanadi deyilgan. Yana ba'zi hadislarda o'zining xotin, bola chaqalari uchun qilgan oila rasxatimi, hatto kishilarga qilgan biror ish, yaxshi so'zningmi sadiqa hisoblanganligi so'zlangan. Bu hadislardan biz hunar sanoat bo'lsin, terixchilik bo'lsin, tijorat bo'lsin,
her odamning biror kasb bilan ish harakat bilan shug'ullanishiga rag'batlantirilganligini, ajridan kelgan kirim bilan avval o'zini ta'minlab, oshqan qismini yo'qsullarning holidan xabar olishga ishlatish ta'kidlanganligini ko'rib olamiz. Sadiq ihson oz bo'lsin, uning roliga sal qarashga bo'lmaydiganligi obrazliq ravishda bundaq ifodalangan. Kimki halol kasb bilan topgan melidan xo'rma chog'liq narsa bo'lsa sadiq qilsa, Allah faqat halol molni qabul qiladi. Allah uni o'ng qo'li bilan qabul qiladi. Ondan u xo'rma chog'liq narsani xuddi sizlarning biringlar o'zining taychiqini obdan biqib o'stirgandek o'stirib, sadiq qilg'uch uchun uning savobini tog'dek so'raytib beradi. Hadislarda mayli boy bo'lsin, mayli namrat bo'lsin, musulmon kishining jamiyat uchun bir foydali element bo'lishi kerakligi, imkoniyatning yetishicha avomga foyda yetkazishi, boylarning tengqulluq bilan ko'plab xayr-saxovat qilishi, kambag'allarning buningdan mustasno bo'lmasligi qayd qilingan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam so'zi va harakati orqali musulmonlarga ziyon zahmat yetkazmagan odamni eng ortiq hisoblagan. Kimki o'zi nima yesa xizmatchisi yoki quliga shuni yegizsin. O'zi nima kiysa uningga shuni kiygizsin. Ularni kuchi yetmaydigan ishlarga salmanglar. Agar shunday ishlarga silib qolsanglar, ularga yordamda bo'linglar degan. Kimki biror musulmonga aziyat yetkazsa, menga aziyat yetkazgan bo'ladi. Nahaq ravishda bir musulmonning obro'yini to'kish haqiqatan eng cho'ng gunohdir. Yuqoridagi hadislarda mu'minga aziyat yetkazish qattiq ayiblanadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam iffetlik, pak musulmon ayollarga bo'xton chaplashni 7 xil alokatli gunoh qatorida sanagan. Halbuki aramizda ayollarga, hatto o'zining ayoli bo'lgan taqdirdami qara chaplash tusini olgan sat tillar bilan haqoratlaydigan ahvollar oz emas. Bir muncha hadislarda inoqlik, hamkorlik, mehribonlik ruhi ta'kidlanadi. Uningga zid keladigan tafriqchilik, hasadxo'rlik, ko'ralmaslik, ikkiyuzlimchilik, chaqimchilik, g'ayvat shikoyat qatorliq illatlarga la'nat o'qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning gumonxo'rlikdan saqlaninglar, kishilarning aybini ko'lamanglar, tinglab yurmanglar, o'zaro dushmanlashmanglar, o'zaro qarindoshlarcha bo'linglar. Kimki bir qarindoshining g'aybati qilingan yerda uning obro'yini saqlab qolsa, Allah uni qiyomat kuni do'zaxdan saqlab qoladi. Sahabalarimdan hech bir odam menga birov ustidan suxanchilik qilmasin. Suxanchi odam jannatga kirmaydi. Kishilarning aybini aytish bilan emas, balki o'z aybini tuzash bilan bo'lgan odam cho'ng savobga erishadi. 200 odam qiyomat kuni Allohning dargohida odamlarning eng yomoni bo'lib qoladi. Hasaddan saqlaninglar. Hasad qilish yaxshiliklarni xuddi o'tunni yegandek yeydi. Qatorliq dana so'zlarini mulohiza qilganimizda inoqlikning huzur baxsh ko'rinishlari ko'z oldimizga keladi. O'zaro qizg'in, samimiy, xolis hissiyatda bo'lish dillarni suyundirdi. Chaqimchilik, g'ayvatxo'rlik, hasadxo'rliklar musulmonchilik bilan saodat kelisholmaydi. Qayerda bo'lmasin, beshiga kun tushganlarga haqiqiy istoshlik qilinsa, muhtojlarga hojat ravo bo'lgudek yordam qilgan saxovatli qo'llar sunilsa, aramizda tabiiy holda berguchini riyo kibrdan xoli qiladigan, olg'uchini xo'rliq izodan xalos qiladigan sog'lom ijtimoiy kafolat tuzumi shakllangan bo'ladi. Kishilik munosabatda turli ko'ngilsizliklar, uqishmasliklar bo'lib turadi. Kishi har qachon aziyat, azor kulfatlarga uchrab turadi. Bundaq chog'larda musulmon odam payg'ambarimizning musulmonga kelgan har qanday ko'ngilsizlikni Allah uning gunohiga kafarat qiladi. Hatto uning putiga bir tikan kirib ketsa-mu, u gunohiga kafarat bo'ladi. Allah kimga biror yaxshilikni iroda qilsa, uni o'ngsizlikka duchor qiladi. Hech kishiga savridan afzal va cho'ng sovg'at berilgani yo'q degan so'zlarga amal qilsa, uningga umidvorlik va aql amroh bo'lib, qiyin o'tgandan g'ayrat farosat bilan o'tib oladi. Shundaqla qorni ko'ksini keng tutganligi, chidamchanligi uchun dunyo va oxiratda yaxshiliklarga erishadi. Boshqalarga qo'pol, so'g'uq muomala qiladigan, arzimas ishlar ustida xafa bo'lishib, qizdirishib, chapan selishadigan, yoki siqishadigan qilmishlar bizga doim uchrab turadi.
Halbuki Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam urushqanda ig'iz buzishni munofiqlikning alomatlaridan sanagan. Payg'ambar alayhissalom o'zining mulohimlik, apuchanlik, mehribonlik, sabrchanlik, chidamchanlik, o'ch elish qodir turib kechirim qilish qatorli xislatlari bilan o'z ummatiga nihoyat esil ulgu yaratgan. Bu mazmunlar Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam muloyimlikdan mahrum qilingan odam butun yaxshilikdan mahrum qilingan bo'ladi. Allah bir qavmga yaxshilikni iroda qilsa, ular ichida muloyimlikni umumlashtiradi. Kishilarga rahim qilmagan odamga Allah rahim qilmaydi. Kishilar orasida Allah yomon ko'radigan odam dushmanlik qattiq, husumatchi odamdir. Bir odamning bir diniy qarinishiga 3 kundan ortiq adovat tutib, bir-biriga ta'tir qarab yurishi durust emas. Ro'zunmi, sadiqadinmi, namozdinmi ortiq ish kishilarning orasini tuzashdir. Araning buzilishi dillarni xotirjamsizlantiradi. Kishilarning orasini tuzash uchun yolg'on so'zlash gunoh hisoblanmaydi. Qatorliq hadislarida o'zining cho'nqur ifodasini topgan. Kishilarni asrashda, ularga osonlik tug'dirib berishda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namunalik rol o'ynagan. U namozda turib, bolasining yig'ilganligini anglasam, onasini bearam qilib qo'ymay, deb namozni qisqartib o'qiyman degan. Yashanganlarni hurmatlash, kichiklarni asrashda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoshda cho'nglarimizni hurmatlamagan, kichiklarimizga ko'yinmagan odam bizga mansub emas degan dana so'zi bor. Turli so'rovlarimizning yolg'on yavodoq, fitna fasod, so'z-so'chaklar tarqatish usi bo'layotganligi hammaga ayon bo'lib, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kishining anglaganligi narsani so'zlab yurishining o'zi kishi uchun yetarli yolg'onchilikdir degan so'zi musulmonni har vaqt ig'ziga ezi bo'lishga ogohlantiradi. Sahobalardan biri Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bunday so'ragan: "Bandining jannatga kirishiga sabab bo'lgan amal qaysi?" Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Taqvolik bilan go'zal axloq." Amsa do'zaxga kirishiga sabab bo'lgan amalchi ig'zi bilan avrat. Odamning yaxshi yomoni amaliyotda kishilar bilan bo'lgan muomalada sinaladi. Bo'libmi iqtisodiy muomala kishini sinashning halqiliq imtihonidir. Samimiylik, to'g'rilik, rostchilik, xolislik, insof, tavfiq, ishonch, haqqoniyatlar hadislarda madhiylanib, makkarlik, aldamchilik, hilegarlik, yolg'onchilik, nomardlik, xiyonatchilik, qo'ymichilik, jazonixo'rlik, poraxo'rlik, vijdonsizlik, vafosizlik, kishining haqqini yevilish qatorliq razilliklar qattiq ayiblanadi. Hadisda yolg'on gap qilish, omonatga xiyonat qilish, va'dasiga vafo qilmaslik munofiqlikning 3 turlik belgisi sifatida tilga ilinadi. Kimki o'zida birovning ma'naviy yoki moddiy haqqi qolgan bo'lsa, uni qiyomat kuniga qoldirmay, mushu dunyoda rozi qilib etsin. Zulm qilg'ich odam haq egisini bu dunyoda rozi qilib etmay oxiratga qoldirsa, zulm qilg'ichning yaxshi amallaridan haq egisining qanchalik haqqi bo'lsa, shunchalik elib beriladi. Zulm qilg'ichning yaxshi amallari bo'lmasa, haq egisining gunohlaridan elinib, zulm qilg'ichiga yuklanadi. Hadislardan mayli qaysi ravish, qaysi usulda bo'lishidan qat'iy nazar, kishining misvak yaxshichalik narsa bo'lsa-mu, haqqini yevilishning bu dunyoda bo'lsa-mu, egisiga qaytarilmasa, bo'lmaydigan qo'rqinchli haq ekanligini ko'z oldimizga keltira olamiz. Yana bir hadisda xiyonat qilmaslik, rost so'zlik bo'lish, go'zal xuluqliq va betama bo'lib halol kesib qilishdan iborat 4 xislat ustida to'xtalgan. Bir hadisda jazoni yeguchi, yegizgichi, yezib bergichi va uningga guvoh bo'lg'uchiga la'nat qilingan. Yana bir hadisda ishlamchining haqqini bermaslik uchun gunohga yetadi deyilsa, boshqa bir hadisda yollab ishlatilgan odamning badanidan chiqqan ter qurib bo'lguncha uning haqqini berib bo'lishning lozimligi ta'kidlanadi. Qarzni vaqtida qaytarmay orqaga surish zulm hisoblanish bilan qiyinchiligi bor qarzlarning muhlatini uzatib berish savobli ish sanaladi. Kimki saxtlik qiladigan u bizga mansub emas degan hadisda ilm birimda saxtpazlik qilish, yolg'on qasam qilish, saxta mollarni ishlab chiqarish va ularni setishmi o'xshashlar harom qilingan.
İslamda birleşip ticaret qilishga rag'batlantiriladi. Hadisda şirik bo'lib tijorat qilish barakatli 3 ishning biri qilib ko'rsatiladi. Hadisi qudsiyda Alloh taolo tarafidan bundoq deyiladi: "Madamiki bir-biriga xiyonat qilishmaydi ekan, men ikki sherikning uchinchisi bo'laman. Qachonki ularning biri xiyonat qiladi ekan, men chiqib ketib, ularning orasiga shayton kirib oladi." Bizning Uyg'ur korxonchilarimiz shirkat bo'lib uyushib, mablag' ustunligini qo'lga keltirib, aql bulqini ichib, bozor qonuniyati bo'yicha savdo qilishni va obraz tiklashning zarurligini texi degandek tunib yetmagandek qiladi. Bizning ruhoniyatimizga tafriqchilik, hasadxo'rlik singib ketganlik uchun savdo tijorat ishlarimizda birlik, uyushqoqlik, o'zaro yo'lashdan yiroqmiz. Birmuncha kishilarimiz savdo sohasida o'zlarining tirishchanligi va chivarligi bilan uzib chiqib, yoq yurtlarda ko'z ko'rinayotgan bo'lsa-mu, tashkillanib biror qonunli shirkat shaklini olmaganlik uchun savdo raqobatida yolg'iz otning chini chiqmas, chini chiqsa-mu dini chiqmas degandek cho'ng ishlarni vujudga chiqarib, ustunlik qozonishga qurbi yetmayotdi. Hammadan yomoni ayrilganni bo'ri yer degandek ular bulang-talang suiqasdlarga uchrab, hem jinidan, hem milidan ayrilyotdi. İş ömlikdə, kuch birlikdə degan atalar sözümü yuqorqi hadis ruhiga mos holda hamma bir niyatda, bir yoqdan bosh, bir yondan qo'l chiqarib ish ko'rishimiz lozimligini ta'kidlab turibdi. Qur'on Karimdagi o'lcham va tarozida kambargishlarga voy, ular kishilardan o'lchab olgan chog'da to'liq oladi. Kishilarga o'lchab yoki tartib bergan chog'da kam beradi degan oyatlarda tarozi o'lchamda adil bo'lish alohida ta'kidlanishdan tashqari hadisda o'tganki ummatlarning tarozi o'lchamda saxtlik qilganliklari tufaylidan halok bo'lganligi eslatib o'tildi. Hadislarda halol kasb bilan shug'ullanishning, halol yeb, halol yashashning yo'llari ko'rsatiladi. Ahmad so'zlanadi. Halol rizq izlash har musulmon uchun vojibdir. Kimki halol kasb qilish yuzidan og'rib qolsa, gunohlari afv qilinadi. Rizqning ziminning yoshirin joylaridan talab qilinglar. Kishining o'z emgiga tayinib yegan tamog'i eng halol tamoqdir. Allohning payg'ambari Davud alayhissalom o'z emgiga tayinib yashaydi. Kimki halol yesa, sunnatga amal qilsa, kishilarga yomonlik qilmasa, u jannatga kiradi. Mana bu hadislarda yuqori to'van, pakiz mehnat, jafoliq, yenik demay, biror kasb bilan shug'ullanadigan, halollarini farq qiladigan, o'z kuchiga tayanib yashashni sharaf biladigan, tutgan ishida natija qozonib, boshqalarga ulgu bo'ladigan mehnat suyar, emgakchan kishilarning tipi suratlab berildi. Davud alayhissalom o'zining shuncha katta podshohligi, saltanati bilan yanada qo'l emgikidan yaltaymagan. O'zi ishlab yegan halol nonning ta'mi boshqacha bo'ladi. Emgakchan odam chidamliq va sog'lom keladi. Emgakchanlar qancha ko'p bo'lsa, ishlab chiqarish yuksalib, yurt ro'naq topadi. Hurulluq, tilamchilik, tayyortoblik kishini tushkunlashtiradi. Tamaxo'rlik, tilamchilik, qisiqlik musulmon odamga yarashmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tilamchilik to'g'risida munolarni degan: "Sizlarning biringlar tilamchilik darvosini ochsa, Alloh uningga faqirlikning darvosini ochadi. Kishi tilamchilik qilaversa, qiyomat kuni yuzda go'sht didori bo'lmagan holda hozir bo'ladi. Kimki menga kishilardan bir narsa tilamaslikka kepillik qiladi ekan, uning jannati bo'lishga kepillik qilaman." Ko'chalarda do'qmushda tilamchilik ko'zimizga chiliqib turadi. Ularga 30-40 tiyin berish bilan qarmay o'tib ketish yoki ularni tanbeh berib ayıplash bilan ish bitamdi. Masalani tub yiltizdan hal qilish uchun ularni qutqarishga, jon boqish yo'llarini ko'rsatib qo'yishga to'g'ri keladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishiga ansariylardan bir odam narsa tilab kelgan. Rasululloh uningdan uyida bir narsa bor yo'qligini so'ragan. Ansariy uyida faqat yerimini ostiga silib, yerimini ustiga yepindigan bir yepinchisi va birdan suvishtigan yog'och tovuqi borligini aytgan. Rasululloh u ikkisini oldirib kelib, u narsalarni kimning setib olganligini aytganda, bir tengaga xaridor chiqqan. Payg'ambar alayhissalom 2-3 qatim kimning ishib olganligini so'raganda, biraylan 2 tenga berib ularni setib olgan. Payg'ambar alayhissalom pulni ansariyga berib, bu pulning yarmiga oilandagilarga yemaklik olib bergan. Yarmiga bir pal setib olib,
mening yanıma kelgen degan. Ansari paltini ilib Payg'ambar alayhissalomning yoniga kelganda, Payg'ambar alayhissalom paltiga sap o'rnatib berib, buning bilan jangaldan o'tin kesib kelib, bozorda sotqin. 15 kungacha menga ko'rinmagan degan. Shuning bilan Ansari o'tinchilik qilib, 10 tanga tepib, uning bir qismiga yemaklik, bir qismiga bo'lsa kiyim-kechak sotib olgan. Payg'ambar alayhissalom uningga "Mana bu tilamchilikda yaxshi, tilamchilik qilsang, bu qiyomat kuni yuziga dog' bo'lib qoladi" degan. Tan durust, o'z kuchiga tayinib yashash imkoniyati borlarmi, pul yig'ib parazitlarcha yashash maqsadida divan qiyofatga kirib olib, sadiqa baloni yer, tavba gunohni deb tilaydi. Tilamchilik qilish past tabiatliklarning ishi bo'lib, tuban bo'lsa-mu, biror kasb bilan shug'ullanib jon beqish albatta sharaflidir. Kishilar jamiyatda oila muhim o'rin tutadi. Kishilik jamiyatda oila muhim o'rin tutadi. Oila jamiyatdan iborat bu cho'ng gavdani tashkil qiluvchi kichik hujayra. Oila tuzalsa, jamiyat tuziladi. Shunlashqa ishni oldi bilan oilani tuzashdan boshlash kerak. Har odam oilaga nisbatan aqidalik, tarbiyalik, astoydil, mas'uliyatchan, jiddiy pozitsiyada bo'lishi lozim. Hadisda xuddi podachi o'z podasi ustida mas'ul bo'lgandek, qiyomatda er ayolning o'z oilasidagilar ustida savol so'roq qilinganligi qayd qilingan. Bolaning aqidasining, axloqining yaxshi yomon bo'lishidagi mas'uliyatning butunlay ota-onasida ekanligi bayon qilingan. Hadisda odam bolasi har nuqson illatlardan xoli holda sap holat bilan dunyoga keladi. Ota-onasi uni ya xristian, ya yahudi, ya majusi qilib chiqadi. Quluqi kesik tug'ilgan biror hayvonni ko'rgani yo'qdir. Quluqi kesik tug'ilgan biror hayvonni ko'rgani yo'qdir deyilgan. Bu hadisning ma'nosi nima degan cho'nqur? Ota-ona farzandlarini kichikdilla to'g'ri aqida asosida e'tiqodliq, samimiy, tirishchan, fazilatli qilib tarbiyalash lozim. Qur'oniga yetmaganlarga qanchalik axloq tarbiyasi beryapmiz? Ularga talqin qilinayotgan, singdirilayotgan tarbiyani sagaklik bilan qanchalik tuzatyapmiz? Muqaddarki, farzandlarga ajdodlarning saf aqidasini singdirib, ularni diyonatlik, axloq ayoliq qilib tarbiyalaganligi uchun ota-onalar ig'ir bedel to'laydi. Tarbiyasizlikdan tapdan chiqqan farzandlarimizning dardidan puchilib yurganlar azmi? Ularning uvoli ota-ona bo'lg'uchilargami yoki farzandgami? Ota-ona bo'lg'uchi farzandlardan talab qilgan ishlarni oldi bilan o'z amaliyatida o'zi ko'rsatish lozim. Ota-onaning aqidasi, gap so'zi, yurish turishi, kiyinishi, aloqa munosabatlari bolaga angliq yoki angsiz holda ta'sir ko'rsatadi. Ota-ona qandoq bo'lsa, farzandlarining shundoq bo'lishini tushuntirishda "Ola inakning bolasi chala quyruq" degan tamsil nihoyat joyida aytilgan. Bizning ko'z oldimizdagi reallik ta'lim tarbiya ishlarida oila tarbiyasini yadrolik o'rin qo'yishimizning zarurligini taqozo qilmoqda. Lekin o'zining birdamlik rohati uchun oilani buzib, bag'rini yerib chiqqan bolalarining baxtini qurbon qilayotgan ota-onalarda mas'uliyat tuyg'usi, iymoniy burch nima ish qilsin? Oila go'zal axloqi er-xotinning inoq o'tish asosida texnik mukammallashadi. Ijtimoiyatda eng kichik hujayra bo'lgan oilaning sog'lomligi va inoqligi jamiyatdan iborat bu cho'ng gavdaning birligini ilgari surib, hayotiy kuchini oshiradi. Er ayolning bir-biriga bo'lgan sadoqati, o'zini emas qarshi tarafni birinchi o'rin qo'yib, oila muhabbatini parvarish qilishi, ikkala tarafning iqtisodchilik bilan ish ko'rishi asosida oila gullanadi. Oilaga barakat yog'adi. Er-xotinning inoq o'tish uchun yolg'iz hissiyat birligi kifoya qilmaydi. E'tiqod birligi, maslak birligi asosida qurilgan oilaning uli mustahkam, tarbiyalagan farzandlari safoliq bo'ladi. Hadislarda ayollarning aqliga rioya qilish, ularga har tarafdan e'tibor berish alohida ta'kidlanadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sizlarning yaxshilaringlar ayollarga yaxshi muomala qiladiganlardir. Aranglardagi yaxshi odam ayoliga yaxshi muomala bo'ladigan odamdir. Ayoliga hammadan yaxshi muomala qiladigan odam men bo'laman degan. Er ayol jidallashib o'tgan turmushda oilaviy baxtdan so'z echish mumkin emas. Bundaq oilada na yaxshi farzand, na yaxshi oila muhiti yetildirish
basi müşküldür. Yana Peygamber aleyhisselam ayollar haqqında aytgan, dünya faydalanadigan joydir. Dunyodagi faydalanadigan narsalarning eng yaxshisi yaxshi ayoldir. Ey Allah, shubhisizki men yetim bilan ayoldan iborat ikki ojizning haqqiga rioya qilmagan odamni gunohkor hisoblayman. Albatta, bu yerda deyilgan haq ma'naviy haqni o'z ichiga oladi. Qatorliq hikmatli so'zlarmi bor. Alloh taolo sura Nisoda ular bilan chiroyliqcha tirikchilik qilinglar. Agar ularni yoqtirmasanglar, sabr qilinglar. Chunki sizlar yoqtirmaydigan bir ishda Alloh ko'p xayriyatlarni paydo qilishi mumkin degan. Afsus, ayolini kamsitgan yo'lsizliklarni, zo'rliq zumbuliqlarni, qilding qing'ir kessa ayolni gap yondirding deb til ahonat qilmishlarni, kishilarni oldida satlash orqali o'zining erligini namoyon qilishlarini, arzimas ishlar uchun og'zimdan gap chiqib ketibdi deb fatvo izlab yurtma-yurt kezishlarni, ishikma-ishik to'qirib yurishlarni ko'z oldimizga keltirganimizda hadis ruhidan to'lim yiroqlab ketganligimizni his qilamiz. Iymonliq, insofliq, fazilatlik, mas'uliyatchan ota-ona qo'lida tarbiyalangan bolalar e'tiqodliq, hayoliq, tirishchan, axloqliq, fazilatli bo'lib o'sadi. İctimai realligimizga qaraydigan bo'lsak, yosh o'smirlar orasida axloq jihatdan buzilayotganlarning ko'pligi kishini cho'chitadi. Payg'ambarimiz hayo qilmasang xohlaganingni qil degan. Kechilik bezmaxona, qavoqxona, diskoxona, mehmonxona, yana allaqanday xonalarda tushkunlik patqiga petib ketayotganlarni, zahar chekish, qimor o'ynash, fohishvozliklar bilan jamiyat havosini bulg'ayotganlarni, kunda degidek ko'zimizga chiliqib, qulqimizga og'inib turgan nomussizliklarni his qilganimizda, na'uzubillah demay turolmaymiz. Zamoni avvaldan tortib ruhimizga singib ketgan adab, insof, diyonat, numus deganlarni bir yo'lila do tikib, oqibatda hammadan ayrilib gangsa jisa bo'lish oldida turyapmiz. Sharmi hayo hadislarda iymonning bir shaxsisi deyilib, nihoyatda gavdlik o'rin qo'yilgan. Yana kimki odamlardan uyalmasa, Allohdan uyalmaydi degan hadismi bor. Yuqorqidek numus tuyg'usini yo'qotib, gunohlar qaynamiga cho'kib ketganlardan sharm hayoni kutish mumkinmi? Kishilarning dilidan insof, tavfiq ko'tarilib, havoyi havasga berilib ketishi axloq fazilatining xaroblashganligining, zavolliqqa yuz tutganligining alomati. Hayoni unutgan azg'unlarning qalbini qavatlab kirib bosgan bo'ladi. Uni irg'dashga hasilab kuch ketadi. San'at namasida ba'zi qiz ayollarning jamoat so'rinlarida o'ynagan yerim yalang'och hayosiz usullarini, ko'chalarda badallarining uyatliq joylarini shahvoniy ko'zlarining ko'rmay qilishidan ansirab, atay ichib qo'yib, taraqishib yurishlarini, sayoq o'g'il qizlarning ko'p kunduzda ochiqchilikda uyalmasdan qilib yurganlarini nima degilik? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hayo imonning jumlasidandir. Sharmi hayo faqat yaxshilikqa elib keladi degan hadislarga rioya qilmaganning to'ldirib olg'isiz ziynini tortmoqdamiz. İmani buhron, axloqiy kriz tufayli aramizda yamrab ketayotgan zaharlarning oldini olishda mag'lubiyatchilardan bo'lib qolyapmiz. Nurg'un yoshlarimizning ezib gumrohlik qorong'uliqlarda gangirab yo'l topolmay timsiqlab yurishi kishini echindiradi. Ijtimoiy to'g'ri kayfiyat tiklashda oldi bilan axloqsizlik, razilliklarni cheklashga foydali umumiy jamoat fikri azalashga kirish lozim. Nachar ish, nachar hadislarga, noto'g'ri kayfiyatlarga qarata har doim tanqidiy muomalada bo'lish kerak. İslamiyatda kishilarning yaxshi ish qilishini tashabbus qilib, ularni yomon ishlardan to'sish ahli islomning qilishga tegishli majburiyat sanaladi. Bu amr ma'ruf deyiladi. Ular Allohga va oxirat kuniga ishinadi. Yaxshi ishlarga buyuradi, yomon ishlardan to'sadi. Xayrlik ishlarni qilishga oldiraydi. Ana shular yaxshilardandir. Qur'on Karim sura Al-Imron 114-oyat. Sizlardan kimki biror yomon ishni ko'rsa, uni harakat orqali to'ssin. Bunda qilishga qodir bo'lmasa, so'z orqali to'ssin. Buningga qodir bo'lmasa, uningga dilida norozi bo'lsin. Bu iymonning eng to'van darajasidir. Hadislar ruhi bo'yicha aytganda amr ma'ruf to'lim savobli ish. Biror yaxshi ishni qilishga undigan odamga shu yaxshi ish qiluvchiga qanday savob berilgan bo'lsa, uningga shunday savob beriladi.
Allohning irodasi bilan biror odamning hidoyat tepishiga sababchi bo'lsang, sening uchun buningdan ortiq savob bo'lmaydi. Shunga aramizda yaxshi ishlarga madad berib, yomon ishlarga la'nat yog'diradigan to'g'ri kayfiyat shakllantirishga tirishimiz lozim. Ko'z oldimizda yuz berayotgan yomon ishlarga, yomon harakatlarga, axloqsizliklarga qarshi inkas qaytarmay, quloqni yopirib olib, ko'rsakni ko'rmas silib yurishimiz, shundoq ishlarning adab ketishiga yo'l qo'yganlik bo'lib qolmay, yana amri rabbani, Allohning amridan bosh tortganlik bo'ladi. Mangdamda bir uchrab turadigan nashayan ishlarni ko'rmas silib olsaqmi, ko'zimizni yumib olsaqmi, baribir reallikqa nima amal deb sukut qilib o'ltirish bilanla ahli jamoatning mas'uliyatini qutolmaydiganligini bunu hadisdan ko'rib olsak bo'ladi. Allah bilan qasamki, kishilarni yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlardan to'sishinglar kerak. Unda qilmasanglar, pat yaqinda Allah sizlarga o'z tarafidan bir balo avatadi-da, u vaqtda duo qilsanglar, duoyinglar ijobat bo'lmaydi. Ya'ni balo qazo qaytarilmaydi. Yana bir hadisda ko'chalarda o'ltirib paranglashuvchilarning yo'l ustida qilish tegishli ishining birisi yo'ldan o'tkishlarni yaxshi ishlarga buyurish, yomon ishlardan cheklash deyilgan. Amr ma'ruf ahli islomga qarata chiqarilgan ommaviy chaqiriq bo'lib, bu orqali har bir jamiyat a'zosini to'g'ri yo'lga silib, butun jamiyatni tuzash maqsad qilinadi. Payg'ambar alayhissalom mening ummatim amr ma'rufni tark etsa, ulardan ilohiy vahiyning barakati ko'tarilib ketadi deb aytgan. Qalblardan vahiyning barakati ko'tarilib ketsa, kishining burish tuyg'usi va vijdoni yo'qoladi. Kishi bilan kari bo'lmaydigan, hamma odam o'z sanamiga dastlab yuraveradigan holat shakllanadi. Qur'on Karimda Yahudi dindikilarning o'zlari qilgan yomon ishlardan bir-birini to'simganligi, ularning la'natgarda bo'lib ketishining sababi qilib ko'rsatilgan. Yurt akabirlari o'zlarini pinhon tutib, olimizning tuzish uchun sa'iy kuch qilmasa, axloqimiz bo'lishga yuzlanmay nim bo'lmoqchidi? Hunaring nima desa, hashamatchilik, so'ratvozlik qilib, saxt shuhrat qo'g'lishib, restoran bazmi so'rin tuzish bo'ldi. Bulardagi vaqt isrofchiligi, oshnon isrofchiligi, ma'nisiz paranglarni demayli qo'yayli. Isrofchilikning, cho'ngchilikning haromligi to'g'risida oyat hadislarda nurg'un bayonlar bor. Ularda isrofchilik qilmay normal turmush kechirish tashabbus qilinadi. Isrof qilmasdan va cho'ngchilik qilmasdan yanglar, ichinglar, kiyinglar va sadiq qilinglar. Iqtisodchilik bilan ish ko'rgan odam kambag'allashib qolmaydi. Yana bir hadisda pul molni isrof qilishinglarni Alloh yomon ko'radi deyilgan. Qavmning cho'nglari, kattallari madirlamasa, qavmning ishlarida jonlanish bo'lmaydi. Odatda avom bilimdorlar, puldorlar, amaldorlarga agishidi. Ular chekidan oshgan qoida usullar, bid'atlarni tugitishda emas, avj oldirishda boshlamchilik qilmasa, va dariha deb soqol sipab o'ltirmoqdan boshqa nima amal? Ikkidan topsaq birini dapchalamiz. Menmenlik qilib, chakini nom atoq uchun boshqalar bilan pul hajashda beslashib, qarzsiz bo'lib qolganlarimiz ozmi? Hadislarda o'zini cho'ng tutganlarning Allohning g'azabiga uchraydiganligi, qalbida zarracha kibri bor odamning jannatga kirmaydiganligi qayd qilingan. Isrofxo'rlik qattiq cheklangan. Hatto Qur'on Karimda isrofxo'rlar shaytonlarning qarindoshlari deb qattiq cheklangan. Boshqani qo'yib turayli. Aqallisi so'rinlarda ziyoda ortiq hazırlangan tamoqlarning qoch-qochlarda to'kilayotganligi bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning dastonga tushib ketgan yemeklikni adolat etib yeyitishni, qo'lidagi oshning yuqini yalab etishni cheklaganligini seshtirib ko'rsak, Rasulullohning sunnatiga qanchalik amal qilayotganligimiz mana men debla chiqib turmamdi. Bizning milliy urf-odatlarimizda, an'anaviy qoida usullarimizda qadrlashga tegishli qimmatli an'analar, ro'shan xosliklar saqlanib kelgan. İslomiy elementlarni o'ziga mujassamlashtirgan an'analarda hadislarning iznosi nihoyat ro'shan ayon bo'lib turadi. İmani suluk axloqiy jihatdagi yotlish tufayli sirtning ba'zi nachar ta'sirlar orasida o'zlashib, ijtimoiy axloqimizni chiritib, zavolliqqa yuzinishning keng yo'lini ochib bermoqda. Asli iymon bilan yo'g'rilib, chin e'tiqod bilan parvish qilinib, mavjudiyatimizga, tabiiyatimizga intayin masalda turmushimizning bulung puchqoqlarigacha, vujudimizning cho'nqurliqlarigacha singib ketgan yarashimliq isil an'analarimizni cho'rib o'tib, yot ellerden import qilinib bizga sunilgan battam, teshpalpal, ichi g'alg'al to'milarga esilishimiz, amroqlik qilishimiz o't turmay to'xta turgandek ish emasmi?
Esil an'anlarimizni almashtirishda salaf solihlarning izida minib, fat ruh yetildirmasak, avlodlarning qilmish tufaylidan ajdodlarning arvohi urmamdi. Musulmonlar jamoasining real hayotiga qaraydigan bo'lsak, islom aqidalariga, ibodatlariga, ahli islomning urf-odat, qoida-usullariga din nomi bilan qo'shib qolgan ko'plagan bid'at xurofotlarni ko'ramiz. Kishilar o'ydirib chiqarib shariatga tangan bu bid'atlar odamni chunqur o'yga soladi. Qur'on Karimda Alloh taolo bugun sizlarning dininglarni butun qildim. Sizlarga ne'matimni tamomladim. İslam dinini sizlarning dininglar bo'lish tanladim. Davasa ular qandoqdir Allohning shariatida yetarsiz bo'shliqlar bo'lib, uni to'ldirmoqchi bo'lganmidi? Kimki biror bid'at ishni paydo qiladi ekan, bu bid'atga ergashganlarning gunohidan hech narsa kamaytilmasdan paydo qilishga o'xshash gunoh yuklanadi. Ularning bid'atchilik yo'lidan hidoyatning afzali Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hidoyatidir. Ishlarning yomoni dinda asli yo'q bo'lib, keyin paydo bo'lgan ishlardir. Bid'atning hammasi gumrohlikdir degan so'zimi to'sib qololmagan. Kimki islomda bo'lmagan ishni paydo qilsa, u narsa qabul qilinmaydi degan hadisning ruhi bo'yicha cho'ng kichik bid'atlarning hammasi rad qilinadi. Nurg'un hadislarda Allohning kitobi, Rasulullohning sunnati bo'yicha ish qilish tavsiya qilinadi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuning bir odam shukrib, alhamdulillah vassalatu vassalam ala rasulillah deganda, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu onunga Rasululloh bizga tushirganimizda sen aytgandek ta'lim bergani yo'q. Bizga tushirganda faqat alhamdulillah deyishimizni ta'lim bergan degan. Demak, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu bid'atni ko'rib turib sukut qilib turishni xo'p ko'rmagan. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu kishilar biror bid'atni paydo qiladi ekan, uning badaliga biror sunnatni yo'qotgan bo'ladi degan. Rasulullahning sahobalari Rasulullahning sunnatiga yaqindan ergishib, kishilarning bid'at ishlariga yo'lamasligini tavsiya qilgan. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bir nutqida "Men Rasulullahning sunnatiga ergishiman. Men Rasulullahning sunnatiga ergishiman. Bid'atdan yiroqman" degan. Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Huzayfa radhiyallohu anhum qatorliqlar sunnat bo'yicha ish qilishni, bid'at paydo qilmaslikni, bid'atga ergashmaslikni ta'kidlagan. Keyingi davrlarga kelganda bid'atning oldini olishga sal qaralganlikdan mayli aqida, mayli ibodat, mayli odat jihatlarda bo'lmasin, nurg'un bid'atlar maydonga kelib tarilishga boshlagan. Alayliq, falchilik, romchilik, qurchiliklar xili bosh ko'tarib qolgan. Qur'on Karimda hadislarda g'aybni bilish Allohga xos bo'lib, ularni Alloh taoladan boshqa hech kimning bilmaydiganligi to'g'risida bayonlar ko'p. Kimki bir kohinga, ya'ni ramchiga kelib, uning aytganlariga ishonsa, u Muhammad sallallohu alayhi vasallamga nozil qilingan vahiyni inkor qilgan bo'ladi. Kimki bir palchining oldiga kelib, uningdan biror narsa ustida so'rab, uning so'ziga ishonsa, uning 40 kunlik namozi qabul bo'lmaydi. Bir qism aldamchilarning pal selish, ram beqish orqali g'aybdan xabar beraman deb joylashlari qip-qizil aldamchilikdir. Hadis ruhi bo'yicha aytganda, ba'zilarning falchilarning oldiga berib, ularning so'zlariga ishonishi kufrga olib boradigan yomon qiliqdir. Kasal davolash maqsadida baxshilarga pir o'ynatish, daxillarning oldiga berib tushuniksiz bema'ni narsalarni o'qitib ram soldirish, afsun o'qitish islom shariatida cheklangan harom ishlardir. Shunaqla ko'z tegish, balo qazolardan saqlanish maqsadida tumar, ko'z munchoq, har xil marjon, tosh, bo'ri ushqi, burkut tirniqi deganga o'xshash narsalarni esilishmi, kimki foyda olib keladi yoki ziyon zahmatni dafi qiladi deydigan e'tiqod bilan tumarga o'xshash biror narsa esib oladi ekan, uning qalbi Allohdan shu narsaga burilib ketadi degan hadisning mazmuni bo'yicha gunohli ishlardir. Salaf olimlaridan ba'zilar oyatlar va Allohning nomi zikr yozilgan tumarlar bundan mustasno bo'lib, buning karohati yo'q deb qaraydi. Shuningdek, Qur'on Karim oyatlari va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan o'qilganligi rivoyat qilingan duolarni o'qib tamsolsiz durust bo'ladi. Musulmon banda mumkin qadar qasam ichishdan saqlanishi, har qanday ishga qasam ichavermaslik kerak. Qasam ichish to'g'ri kelganda Alloh taolaning ismlari va sifatlari bilan qasam ichish kerak. Hadisda kimki Allohning g'ayri bilan qasam ichar ekan, Allohga sherik keltirgan bo'ladi deyilgan. Shuning uchun ota-bobolarining, mazari mashayihlarining nomini tilga olib qasam qilishga, non haqqi,
tuzaqqa, non ursun, tuzko'r qilsin va kaza deb qasam qilishga bo'lmaydi. Shumpal almaslik to'g'risidagi hadislarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shumpal almaydi deyiladi. Bu qushning o'lishi, so'l qapoqning tortishi shumliqni chillaydi. Oyga yarashmadi, ara oyda to'y qilsa bo'lmaydi, pokon ishni pokon vaqti qilsa bo'lmaydi degandek qarashlarning hammasi asossiz, xurafiy qarashlardir. Kishining taqdirini yulduzlarga bog'lash, jadu sehr qilish, isitqu, suvutqu, isiriq silish, nuqchi qadash, ko'ch qilish, ashlash, o't ko'chirish, meyit chiqqan uyda 40 kungacha chiroq o'chirmaslik qatorliq bid'at, xurofotlikning ifodalaridir. İslam dinining ko'rsatmasi deb qarab, meyitning 3 nazirini, 7 nazirini, 40 nazirini, yil nazirini o'tkazishni musibatning belgisi deb qarliq tutish, belgi oq bog'lash, oq silishlarni islom dinining qoidasi deyish bo'lmaydi. Meyit uchun un selib yig'lash, no'g'ich tayinib og'iz qo'shiqlarini qo'shib yig'lash, 3 kundan ortiq og'iz tutish. Faqat eri qazo qilgan ayol kishilar eri uchun 4 oy 10 kun og'iz tutish kerak. Yani 3 gündən artıq ağız tutuş durust bo'lmaydi. Hadislarda qabri qatirish, gumbaz yasash, qabri gej ishlatish, qurilish qilish, qabri ustida o'ltirish, qabri yoniga mas silish qatorliq ishlar ma'ni qilingan. Hanafi, Shafi'i, Maliki, Hanbali mazhablarining hammasida qabri yasashning durust emasligi birdek ta'kidlanadi. İmam Abu Hanifa rahimahullohning shogirdi İmam Muhammad rahimahulloh Asar nomli kitobida qabriga gej ishlatish, qabri qatirish, qabri yoniga mas silishlarni yomon ko'ramiz degan. Ibn Abidin Durul Muxtar kitobining sharhisida qabri yasashni durust deydigan odamni ko'rmadim deydi. Meyitni dafn qilib bo'lib, qabri ustiga zamindan bir g'aricha egiz to'pi davlab qo'yish mana bu sunnatdir. Bu dunyo bilan xo'shishib qarang'u go'rda yotganlarni ko'z oldimizga keltirib eslaydigan joyi ibrat bo'lgan qabristonlik obrazini xunuklaştiradigan yasidaq qabrlar aqida namratligining iznasi. Sunnatdan yiroqlab bid'atga berilib ketganligimizning shohidi ustida ko'z oldimizda cho'qchiyib turmoqda. Payg'ambar alayhissalomning Yahudi nasoralarning diniy qoida usullarini do'rimaslik, ularga taqlid qilmaslik haqidagi hadislarning ruhi bo'yicha aytganda, g'ayri dinliklarning qabri beshiga meyitning suratini tiklab qo'yishi, oxiratni eslatib, ibrat ishqidagi bo'lgan qabristonlikni gul-giyohga purkab, bog'chi tusib kirgizish islom shariatiga yot, yomon odatlardir. Boshqalari oz kelgandek behuda hashamatchilik, suratbozliklarimizni qabristonlik ko'chirib berib, deyday salavatimiz. Misrlik olim Baquri İslam dini tiriklar arasida barobarlikni tashabbus qilgan din tursa, o'liklar arasida ayrimchilik qilish qanday qarab tursin degan. Isrofchilik harom tursa, nurg'un iqtisodni sarf qilib, meyit uchun qilch foydasi yo'q bid'at ish, qabr yasashga buncha ahamiyat bergandan ko'ra, shu pulni meyit ro'yiga atab, sadiqa, xayr-ihson ishlarga ishlatsak, meyit uchun savob bo'ladi emasmi? Ahli islomning qalbi hadis ro'yi bilan sug'urilib, ularning sharikati sunnat mezoni bilan o'lchinib, qiyinlashtirilganda bid'atlarga barham berilib, sunnatning ravojiga yo'l ochilgan bo'ladi. Hurmatli kitobxon, yuqorida fiqr hadis gulshinni sayr qilib, muattar g'unchalarni uzishga tamshaldimki, sizlarga sunug'unim faqat bir g'uncha. Hadis mazmun doirasining kengligida misol dengizdirki, bu faqat shu dengizdan bir tomchi. Hadis hikmatlariga cho'nqodoq cho'kmoqchi bo'lsangiz, yaxshilar bog'chini mutolaa qilib ko'ring. Sizga tavfiq, hidoyat yor bo'lg'ay.